Bu kino rostdan ham bo'lgan voqealarga asoslangan. Men bu voqealarni birinchi marta eshitganimda juda qoyil qolgandim, что shunaqa narsa o'zi bo'lishi mumkinligini. Lekin shunda ham biz bu g'oyani sal bir yumshatishga harakat qildik. Chunki men eshitganimcha bu istoriya happy end bilan tugamagan ekan. Bu temani to'g'ri olib chiqish va yoritish men uchun qanaqadir bir challenge edi. Shuning uchun bu buyurtmaga o'zimni yaqin do'stim va kollega rejissyor Mirzo Bigibayevni chaqirdim. Agar kimdir bilsa yoki o'sha oxirida chiqib yotgan titrlarni o'qigan odamlar bo'lsa, Mirzo birinchi qisqa metrajli kinolarimdan boshlab yordam bergan. Biz birgalikda ssenariyni yozardik. Meni g'oyalarimni, ideyalarimni o'sha ozgina bir ko'proq struktura berishga juda ko'p yordam bergan. Shu uchun mana shu g'oyani biz birgalikda ishladik. Ssenariyni ham, postanovkasini ham, shuning uchun o'ziga ham bir ikkita so'z gapirishga beringlar. Hammaga assalomu alaykum. Mening ismim Mirzo Bigibayev. Inson uchun proyektida men ssenariy muharriri bo'lib qatnashdim. Timur bu voqeani ustidan kuzda ishlashni boshlagan. Men yoniga birinchi kelganda haqiqiy voqeani aytib bergan. Bu voqea hayotda bo'lgani uchun film strukturasiga moslashtirish sal qiyinchilik yaratdi. Bir nechta ssenariy o'ylab topdik, bir nechta hikoyalarni yozib chiqdik. Va oxiri shu proyektni bitirishimizga 2 oy ketdi. Shuning uchun paytdan foydalanib hammaga rahmat aytmoqchiman. Texnik jamoa, aktyorlar va birinchi o'rinda tomoshabinlarga. Chunki barcha qiladigan harakatlarimiz, tajriba, bilim, sifatga intilish bu hammasi sizlar uchun. Yoqsa ham, yoqmasa ham vaqt ajratib ko'rganinglar uchun rahmat katta. Rahmat. Birinchi kun o'zi 3 kun bo'ladi syomka. Birinchi kuni bugun boshlandi. Тимур Романчиков делает фотографии. Свадебные фото недорого.